Assalomu alaykum hamma regionlarga, hammaga. Bizda bitta eskidan qolgan maqol bor. Ko'rpaga qarab oyoq uzat deydi. Biz shuna ko'rpamizga qarab-ku, kimmiz qayerda jiribmiz, nimalar qilyapmiz? To'ylarda yebga salayiq salgina vobal, bittagan umatak desa, al vobal bola bunday deb aytadiku, yenelerimiz, chechelar, apalar, singillar. Lekin o'sha to'ydagan narsalar ham vobal, shu umatakqa o'xshagan. Bunaqa bachalar vobal bo'lib жатыр. 20 kunda uylanib qaytib kelgan shu bachalar vobal bo'lib жатыр. Bu yoqda kelinchakları kimlargadir maqtanaman deb, nimalar qilaman deb bechora qiynalib yotibdi xalqimizda. Hali kamgina qilib, ixcham mana to'y qilib qo'yaq, bir-birimizga maqtanish keragi yo'q-da. Shu men ham ashnomam misol uchun bir yerda ishlasak ham uydagilarimiz bir-birimizga maqtanadi-da. Keragi yo'q shu narsalardan. Mana endi chaqaloq chiqarishga ayiq aparish bo'libdi. Ayiq olganlar xafa bo'lmanglar. Kerak emas-da, u chaqaloq 3 kunlik chaqaloq. Nimani biladi? Kimligini bilmaydi u. Bu ayiq aparib muzikalar qilib ziyorat rasxot nima kerak? O'sha shularning puliga bitta bilet keladi, atasi kelib ko'rib ketsin chaqaloq. Endi yebga keltirmasa bo'lmaydi-da bu. O'bal bo'lib ketdi-da hamma narsa. Bir non sindirishga bitta bachcha aytyapti. Uydagilar bitta javob jo'natdi, ikki tomon rozi. Non sindirishga 100 ming rubl ketibdi. Tashkilot olib, bir taboqni shaxsiga apargan. Ko'rpamizga qaraq, yana bir martada kechirasizlar, men endi bularga aqlli qilmoqchi emasman. O'zim fikrimni aytib o'tyapman. 20 yildan beri qutulolmayapmiz musofirchilikdan. Shularni bir bo'ylab kamgina ekonom qilib to'y qilib qo'yaylik. Hammaga yaxshi bo'ladi shu.